Professor Safarboy Ro'zimboyevning nafaqat filologiya sohasida, balki etnografiya, folklorshunoslik hamda tarix sohasidagi serqirra ijodi bugungi anjumanda olimlar tomonidan e'tirof etilmoqda. Safarboy Ro'zimboyev tomonidan 1985-yilda yaratilgan Xorazm dostonlari, turkiy xalqlar dostonlari bilan qiyosiy o'rganish tajribasi monografiyasida u bayon etgan konsepsiyalari, ya'ni folkloristik talqin hamda qonun qoidalari bugungi kunda turk dunyosi tomonidan o'rganilmoqda. Hozirda Xorazm dostonlaridan Oshiqnoma turkumi hamda Go'ro'g'li turkumi dostonlari Turkiya, Ozarbayjonda ilmiy jihatdan keng tadqiq etilmoqda. Professor Safarboy Ro'zimboyevning o'zbek folklorshunosligi taraqqiyotiga qo'shgan hissasi olimning shogirdi Sabir va Nasiba Ergashevnaning ilmiy rahbarligida birgalikda ilmiy dissertatsiya ishi himoya qildik va olimning 50 yildan ortiq ilmiy faoliyati hamda 300 dan ortiq maqolalari, 50 dan ortiq ilmiy risolalari, darsliklari va lug'atlari hozirgi paytda o'zbek folklorshunosligi taraqqiyotidagi juda katta sermahsul ilmiy ijodiy ish ekanligi ilm ahliga isbotlandi va folklorshunoslik tarixi olimning ilmiy ijodiy merosi bilan boyimoqda.